Samarqand yaqinidagi kichik bir qishloqda yashovchi Gulzoda hayotidan umidsizlikka tushgan edi. Uning eri Javlon va qaynonasi Zebo unga doimiy ravishda ruhiy va ba'zan jismoniy ham ozor berar, uni doysiz va qadrsiz his qildirar edi. Uydagi har bir kun azobga aylanib borardi. Barcha sabr-toqatlari tugagandek bo'lgan Gulzoda nihoyat otasi Sardorning yoniga qaytib ketishga qaror qildi. Sardor qizining holatini ko'rib chuqur qayg'uga botdi. U qizini yordam qilish uchun qishloqning eng dono va hurmatli kishisi keksa Hakim aka yoniga olib bordi. Hakim aka Gulzodaning hikoyasini diqqat bilan tingladi va unga shunday dedi: "Qizim, men senga dori beraman, lekin faqat bitta shart bilan. Sen bir hafta davomida qaynonang Zeboga va ering Javlonga qarshi bitta yomon so'z aytmaysan. Aksincha, ularga mehribon so'zlar topishga harakat qilasan. Har kuni ularga kamida bitta ijobiy gap aytasan. Buni qila olsang, doringni olaman." Gulzoda bu shartni galati topsa ham, ichidan bir umid tugilgani uchun rozi bo'ldi. Uyga qaytib, eri va qaynonasining keskin so'zlari va munosabatiga qaramasdan o'zini tuta oldi. U Zeboga: "Onajon, siz mening uyimning chirog'isiz, mehribonimsiz", deb gapira boshladi. Javlonga: "Hayotim, ko'zim ochilgandan beri yuragim faqat senga tegadi", dedi. Boshida ular bu so'zlarga ishonmadi, hatto masxara qilishdi. Kunlar o'tishi bilan Gulzodaning doimiy mehribonligi, muloyimligi va sabri uy atmosferasini o'zgartira boshladi. Zebo o'gliga: "Bu kelinni Alloh o'zi yuborgan ekan, u mening o'rnimga qoladigan jondoshim", deya o'yladi. U Gulzodaga nisbatan munosabati yumshasha boshladi. Javlon ham xotini orqali onasining xursandchiligini ko'rib, uy ichidagi tinchlik va baxtni seza boshladi. Bir kuni Zebo kasal bo'lib qoldi. Gulzoda kunu tun uni parvarish qildi, dori-darmon qildi, ovqatlantirdi. Zebo yig'lab Gulzodadan kechirim so'radi: "Men seni charchaganda kelishingda ham tinch bermadim, sen esa menga mehribonchilik qilding. Men senga oddiy ko'k choy ham berib ko'rmaganman, sen menga qalbdan xizmat qilding. Kechir menga, qizim." Gulzodaning sabri va yaxshiligi nafaqat o'z oilasini, balki butun qishloqni hayratda qoldirdi. Hakim akaning dorichisi, ya'ni yaxshi so'z, sabr va mehribonlik haqiqatan ham zahar munosabatlarni davoladi. Oxir-oqibat Gulzoda nafaqat o'z baxtini, balki butun oilasining baxtini qutqarib, ularning yuraklarini ochdi. Uyda endi janjal emas, balki hurmat va mehr hukm surardi. Hakim aka bir kuni unga shunday dedi: "Qizim, ayol kishi uyning meroji. U sabr qilganda yerga baraka keladi. Sen bu darsni barcha kelinlarga, qizlarga o'rgatishing kerak. Yaxshi so'z va pok qalb bilan hamma narsaga erishish mumkin." Moral: hikoya shuni o'rgatadiki, yovuzlikka yovuzlik bilan javob berish o'rniga sabr, mehribonlik va yaxshi so'z hatto eng qiyin munosabatlarni ham o'zgartirish kuchiga ega. Oilaviy tinchlik ayollarning dono va bardoshli qalbida boshlanadi.